Umrboqiy an'analarni, ko'p asrlik milliy udumlar, xalqchil qo'shiqlarni, avlodlarimizdan meros bo'lib kelayotgan folklorimizni o'zida mujassam etgan Navruz mahallalarga kirib borishi bilan dillarni yashnatib yuboradi. Qishning qirovli kunlarini ortda qoldirib, bahor sog'inchi bilan aylanishga chiqqan yunusobodliklar uchun bu yilgi Navruz o'zgacha, ko'tarinki ruhda kutib olinmoqda. Gap shundaki, kuni kecha foydalanishga topshirilgan zamonaviy biznes markazi aholi uchun qo'shaloq bayramga aylandi va bu yerga kiraverishdayoq sizni yuqori harorat kutib oladi. Yunusobod tuman hokimligi va tuman madaniyat boshqarmasi tashabbusi bilan Chor atrofidagi mahallalar aholisi bayramni yaqinda qurib bitqazilgan go'zal koshonada kutib olmoqdalar. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, barcha vatandoshlarimizni 21-mart Navruz ayyomlari bilan chin yurakdan muborakbod etamiz. Yurtimizni turli ko'chalarida Navruz shukuhi kezib yuribdi. Ayni damda biz poytaxtimiz Toshkent shahrining Yunusobod tumanida joylashgan ajoyib bir savdo kompleksdamiz. Odamlarning kayfiyati juda ham zo'r, bayramni chiroyli qarshi olishgan va shu fursatdan foydalanib barcha yurtdoshlarimizga mustahkam sog'liq tilayman. Har kunimiz Navruz bo'lsin, xonadonlarimiz, yurtimiz xursandchiliklarga boy bo'laversin. Bugun 21-mart Navruz bayrami. Navruz shukuhi hamma joyda davom etmoqda. Insonlarda kulgu, tabassum. Barcha yurtdoshlarimizni Navruz bayrami bilan tabriklaymiz. Bayram dasturini millatlararo do'stlik va bag'rikenglikni targ'ib qiluvchi konsert dasturi boshlab berdi. Darhaqiqat O'zbekistonda bugungi kunda 130 dan ortiq millat va elat vakillari tinch totuv, ahillikda uzoq yillardan buyon yonma-yon yashab kelmoqda. Yaxshi kunlarimiz, bayramlarimiz, to'y tomoshalarimiz albatta ularning milliy an'analari, raqs va qo'shiqlari bilan yanada fayzli o'tadi. E'tiborlisi, ular 3 tilda ham ashulani maromiga yetkazib ayta olishdi. Koreys vokal ansambli Navruz tantanalarini boshlab berganda ham ramziy ma'no bor. Zero O'zbekiston millatparvar, tinchliksevar mamlakat va jahondagi barcha xalqlar bilan yaxshi munosabatda bo'lib kelmoqda. Jajji qizaloqlarning bayramona chiqishlari, rang-barang dasturlari, mo'jiza raqs ansambli ijrosidagi milliy raqslar va elimiz suygan san'atkorlarning jonli chiqishlari barchaga xush kayfiyat ulashdi.